alaykum hammaga. Va'da qilingan strategiyani zapis qilishni boshladim. Xudo xolasa hammaga foydali bo'ladi degan umiddaman. Boshladik. Ko'p cho'zib o'tirmayman. Birinchi nazariy misol bilan ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizga kerakli narsa, men aytib o'tadigan hamma vaqtlar New York, ya'ni UTC-4 bo'yicha bo'ladi va bizga kerakli vaqt oraliqlari 3:00 va 4:00 orasi kerak bo'ladi bizga UTC-4da. Va biz ikkinchi qiladigan ishimiz Lux Algoni ICT Kill Zones Toolkit indikatorini o'rnatib olamiz. Indikator mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Faqat rang-barang bo'ladi sizlarda, chunki men buni qora fonda qilib o'zimga moslab to'g'rilab olganman. Hamma o'ziga moslab to'g'rilab oladi. Xo'sh, endi strategiyani mazmuniga keladigan bo'lsak, bizga har kuni sessiyalar mavjud. Bozorda bizga Aziya sessiyasi kerak bo'ladi. Birinchi o'chirda minimumi va maksimum nuqtalari kerak bo'ladi. Bozor bilamiz, Aziyada juda ham ko'p holatlarda range'ga tushib qoladi va bizga kerakli narsa Aziya chiqib ketadi. Aziya chiqib ketgandan keyin 3:00 va 4:00 oralig'ini, vaqt oralig'ini biz kutishimiz kerak bo'ladi. Aynan shu vaqt oralig'ida bizga narx reversal beradigan bo'lsa, mana shu joydan qaysidir bir order block, breaker block mana yozib tayyorlab qo'ygan edim. Shu yerdagi har qanday bir BDR'dan 1/3 соотношение qilib ishlavsak bo'ladi. Nega 1/3 соотношение deyapman? O'zini asl take profiti Aziya low va Aziya high'larda bo'ladi. Bozor strategiya shunday o'rgatilgan. Men o'zim shunday o'rganganman. Lekin bozorda o'zim ishlatib va ko'p kuzatganman. 1/3, 1/4 yurib beradi-da, keyin bezubetga qo'ygan holatda bozor orqaga qaytib ketgan holatlar ham yaxshigina uchraydi. Ya'ni 10 tadan 5 ta holatda shunaqa bo'lishi mumkin. O'shaning uchun naqdini olib chiqib ketganimiz yaxshi deb o'yladim. 1/3 bu strategiya bo'yicha 1/3, 1/2 olib chiqib ketish muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa stop kichkina bo'ladi. Stop kichkina bo'lgandan keyin 1/3 olish ham osonlashadi. O'zini asl take profiti low va high'larda bo'ladi. Agar kimda kim lowga yoki high'gacha ushlamoqchi bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerdan 0.10 сделка bilan kirdi deylikda, 1/3da уже 0.07 va 0.08 yoki shu qismini yopib olish kerak. 70-80% degan. 20-30%ni bezubetkada shu lowgacha, high'gacha ushlasa bo'ladi. Strategiyaning ma'no mazmuni shundan iborat. Nima deydi? Misollarni ko'rsatishdan oldin strategiya o'zi asli qanaqaligini ham aytib o'tib ketaman. Bizda mana bu yerda Aziya low, Aziya high va bozor shu minimum maksimumlar orasida yuribdi. Maksimumni yordi deylik. Bizga mana shu impuls tushdi. Mana bu yergacha tushdi, lekin reversal hosil qilmadi. Strategiyani o'zi asl ko'rinishi mana bu tushishda bizga imbalans hosil qilib tushganda, ya'ni 3 va 4 oralig'idagi birinchi imbalansdan biz sellga kirishimiz kerak. Strategiyani asl mohiyati shu. O'zi aslida. Xo'sh, strategiyaning original versiyasi shunaqa ko'rinishda bo'ladi va xo'sh, take profit esa low va high'larda bo'ladi. Men ko'p kuzatganman. Mana bu yerdagi imbalansga 10 tadan 2 ta, 3 ta holatlarida yetib kelmasdan impuls bilan pastga tashlaveradi. Ya'ni 1/3 yurib berib qo'yadi. Bizda mana bu yerda reversal bo'lmagan holatda qanday kirsak bo'ladi sellga? Xo'sh. Mana bu yerda bizda order block bor deb hisoblaylik. Narxni kuzatasiz, bir necha marta qaytarib yuboryaptimi? Demak, siz mana shu
order blokda chizib olsangiz, belgilab olsangiz bo'ladi va narx shuni yorib o'tgandan keyin, shu order blokni yorib o'tgandan keyin mana shu order blokni breaker blok sifatida ishlatib, mana shu yerda enter qilib, xohlasangiz logacha, xohlasangiz o'sha 1/3 ni olib chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi. Strategiyani ma'no mazmuni shundan iborat. Endi har doimgidek real bozordan misollar ko'rsataman. Uzoqqa borib o'tirgim kelmadi. Shu hafta bo'lgan misollarni ko'rsatib o'tib ketaman. Qizil bilan belgilab qo'yganim o'sha 3 bilan 4 oraliqlari. Xo'sh. 3 va 4 oralig'i. Mana bizda mana shu oraliqda M1da reversal hosil qilganini ko'rishimiz mumkin va mana bu yerdagi order blokda entry va 1/3. 1/4, 1/5 ham bo'lib ketishi mumkin edi, lekin 3da kirib 3da chiqib ketish kerak emas. Menga shaxsan kerak emas. Kim xohlasa ushlasa bo'ladi. Shaxsan men o'zim shu strategiya bo'yicha zilga kiradigan bo'lsam 1/3 ni olib chiqib ketaman. Bu bezubitga ham qo'ymayman, hech narsa qilmayman. Xo'sh, endi boshqa misolni ko'radigan bo'lsak. Xo'sh. 3 bilan 4 oralig'i ikkita chiziq, qizil chiziq. Mana bu yerda bizda reversal yoki mana bu yerda reversal holatini ko'radigan bo'lsak ham, yoki mana bu order blokdan, mana bu breakerdan kirsangiz bo'lardi, yoki bo'lmasam buni reversal qilib olganingizda ham mana bu yerdagi FVG ga narx o'zining reaksiyasi, mana bu ham o'zining reaksiyasini berib ketgan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Tasdiqlar shunday olinadi. Mana bu yerda W patterndan bo'lib qolgan ekan. Mana yana bitta tasdiq. Yana tasdiqlardan bittasi sifatida ishlatish mumkin. SMT ni qo'shib ishlatsanglar juda ham effektli bo'ladi. SMT ni menimcha ko'pchilik bilsa kerak. Agar obunachilardan ko'pchiligi SMT haqida ma'lumotga ega bo'lmasa, kommentariyada o'z fikringizni bildiring. SMT haqida ham bitta video dars chiqarib beraman. Xo'sh, bizda oxirgi misol boyagi ekan. Xo'sh. Bu M1da bo'lgani uchun juda cho'zilib ketgan, lekin bu 3ta ko'rsatgan 3ta misolim hamma juma, payshanba va chorshanba kungi misollar. Bir kunda bir marta Xudo xolasa foydalanishga vaziyat beradi. 3 bilan 4 oralig'i ko'rishimiz mumkin, chiroyli reversal berganini va Aziya lowlar olingan. 3 bilan 4 oralig'ida impuls bilan reversal berilgan. Mana bu yerda trendline liquidity bo'lgan. Bu darsimiz ham YouTube'ga joylangan. Mana bu yerda xo'sh, breaker blokdan zilga kirgan taqdiringizda ham stop lossni bu minimumga yoki mana bu yerga qo'ysangiz ham 1/3 olib chiqib ketishga imkoniyat bergan bozor. Strategiyaning ma'no mazmuni shundan iborat. Ajratgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar deb o'ylayman. Buni ertaga dushanba kuni srazu bozor ochilishi bilan sinab ketmanglar. Real shotda zilga ochib ketmanglar. Ozgina backtest qilinglar, takrorlanglar. Hamma o'zini tasdiq olish uslubini qo'shsa, yana ham effektliroq bo'ladi deb o'ylayman. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.